A'lo surasi Makka da nozil qilingan 19 oyatdan iborat. A'lo oliy zot, ya'ni Alloh taolo demak. Surada inson Allohning o'z qudrati va hikmati bilan yaratilgani, Qur'on oyatlaridan ba'zilarining unutilishi Allohning irodasiga bog'liq ekani, ilohiy nasihatlar hammaga ham ta'sir etmasligi, oxiratdagi holatlar, Qur'ondagi shu kabi ko'p o'gitlar Ibrohim va Muso alayhissalomlarga nozil etilgan sahifalarda ham mavjud ekani bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Ey Muhammad, eng oliy zot bo'lmish Rabbingizning ismi bilan tasbih ayting. Zero u barcha narsani yaratib barpo qilgan, barchaga munosib yo'lni belgilab, o'sha yo'lga hidoyat qilib qo'ygan, o'tloqni undirib chiqarib, so'ngra uni qoramtir xazon qilib qo'ygan zotdir. Ey Muhammad, biz sizga Jabroil vositasida Qur'onni qiroat qildirurmiz, bas siz uni esdan chiqarmassiz. Illo Alloh unuttirishni xohlagan oyatlar bundan mustasnodir. Albatta u oshkora so'z va ishlarni ham, yashirin narsalarni ham bilur. Biz sizni oson dinga muvaffaq qilurmiz. Bas eslatma foyda bersa, kishilarga eslating. Allohdan qo'rqadigan kishi eslatma olar. Baxtsiz kishi esa eslatmadan chetlab o'tib, katta o't do'zaxda kuyajak. So'ngra u joyda na o'la olur va na yashay olur. Najot topuvchi odam haqiqatan kufr va gunohlardan pok bo'lur va Parvardigorining ismini yod etib 5 vaqt namoz o'qir. Ha sizlar, ey kofirlar, dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yursiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Darvoqe, bu oyatlar avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan sahifalarda, Ibrohim va Muso sahifalarida ham bordir.